Rahmat. Albatta maktab ta'limi, qolaversa oliy ta'lim haqida fikrlaringizni aytdingiz. Endi maktabgacha ta'lim tizimi, qolaversa bugungi kunda maktabgacha ta'limdagi outsourcing xizmati haqida fikrlaringizni aytsangiz, qolaversa bugungi mana shu ta'limdagi umuman korrupsion holatlar haqida o'z fikrlaringizni aytib o'tsangiz, albatta hammaga qiziq. Yaqinda juda bir ko'ngilsiz voqea ro'y berdi. Umuman men esimni tanigim bilan hali viloyat xalq ta'limi boshqarmasida u yoki bu viloyatlarda biron joydan men eshitganim yo'q bu narsa. Mayli, o'sha ish bo'lgandir, lekin bugun o'sha bir og'ir holatda turgan bir insonga nisbatan biz bugun bir qandaydir ta'na tortishlarni otishdan biz yiroqdamiz. Meni qiynayotgan savol shundaki, nahotki Husniddin Mamadiyev shu ishlarni o'zi hech kimning yordamisiz, hech kimning buyrug'isiz, hech kimning ko'rsatmasisiz shu ishlarni qilgan bo'lsa. Nahotki masalan shu odam, garchi mana shu odam ham mana shu Husniddin Mamadiyev ham o'qituvchi emas aslida. U sotsiolog bo'lsa kerak yoki politolog bo'lsa kerak, universitet bitirgan. Men bu odam bilan telefonda, ijtimoiy tarmoqda bir necha marta muloqot qilganman. Men odamning faoliyatidan o'zimcha norozilik bildirganman. Endi aytayaptiki, viloyat hokimi aytayaptiki, men bu odamni ogohlantirgan edim, bu ishlarni qilma degan edim deydi. Men viloyat hokimi Qosimovga nisbatan aytmoqchiman. Siz yuristsiz. Siz justitsiya generalisiz. Sizga aql o'rgatib bo'lmaydi bu sohada. Shunchalik katta korrupsiyaga yo'l qo'yilgan ekan, agar siz shuni bilgan ekansiz, buni ogohlantirish kerak emas edi. Buni tartibga olish kerak edi. Mayli qamamaslik mumkin edi, boshqa edi. Shuni o'z vaqtida oldini olganda, ehtimol Husniddin Mamadiyev bugun turmada yotmagan bo'lardi. Masalan, 4-guruh xarajatlarining butun viloyat bo'yicha olinishi u uni qo'ldan kelmaydi. Aytaylik, butun 900 ga yaqin maktabning obunasini boshqa bir keraksiz joyga o'tkazib buni yo'qotib yuborish uni qo'ldan kelmaydi. O'qituvchilar straxovaniya pulini ham yo'qotib yuborish uni qo'ldan kelmaydi. Yoki maktablar uchun berilayotgan elektron doskalar va boshqa maktab inventarlarini talon-taroj qilish ham menimcha uning bir o'zining qo'ldan kelmas. Uning boshida kim turibdi? Kim shu odamni shu darajagacha olib kelish uchun imkoniyat yaratib berdi? Bu savol bu. Garchi biz bu savolga javob berish imkoniyatim bo'lsa-da, ayrim istihonalar bilan men bugun bu narsani aytmayman. Outsourcing masalasi. Nima uchun, kimlarningdir manfaati uchun viloyat bo'yicha bir kishi uni boshqaryapti? Farg'onada qancha kishi zaharlandi, bolalar zaharlandi. Qanchadan qancha bolalar zaharlandi. U begunoh bolalar. Nima uchun sifatsiz ovqat tayyorlanyapti? Nima uchun eskichasiga o'sha bolalar bog'chasining oshxonasi bor, hamma narsasi bor. O'sha yerda ovqatni pishirib, sifatli ovqat pishirib berishning imkoniyati yo'q. Eng bir vaqtlar Eshmurodov viloyat hokimi bo'lgan paytda meni chaqirib bir fikrimni so'radi. Hozirgi kunda ta'lim va tarbiyani yaxshilash uchun qanday fikrlaringiz bor? Men aytdim, "Da hokim bova, mayli bir balandparvoz gaplarni gapirmaylik. Oddiy ishdan boshlaylik" dedi. Nima gap dedi? Men aytdim, barcha maktablarda o'quvchilarning normal ovqatlanishi uchun oshxona bo'lish kerak. Ikkinchisi dedim, barcha maktablar qish paytida isitilishi kerak. Hanuzga qadar mana shu narsa amalga oshirilmas. Bu elementar narsa bu. Bola qishda, sovuqda issiq xonada o'tirish kerak. Bolaning qorni to'q bo'lishi kerak. Ana shundagina uning miyasiga bilim kiradi. U oyog'i muzlab turgan bo'lsa, qorni ochmasa, u bilim ololmaydi. Biz mana shu elementar narsaga hali 100% erishganimiz yo'q. Albatta kamchiliklar ko'p bu sohada. Endi yana sizni doimiy mana shu chiqishlaringizdan kelib chiqib savollar bermoqchiman. Albatta mana shu bugungi kundagi xalqni qiynab kelayotgan yana bitta katta muammolardan biri jarimalar desak. Umumiy hisobda jarimalar deb aytishimiz mumkin. Bunda men sizni fikringizni bilmoqchi bo'lganim, kadastr agentligini
qo'yayotgan jarimalari oddiy kichkinagina bir xatoxonadir yoki bir hojatxona qurgan insonga ham 80 milliondan oshiq jarima qo'llash hollari bo'lyapti. Yo bo'lmasa ko'chada odamlarning oyligiga nisbatan, maoshiga nisbatan jarima miqdori ko'pligi bugungi kunda xalqni qiynayotgan bir hodisalardan bittasi. Mana shu ustida fikrlaringizni aytsangiz. Kadastr agentligini reforma qilish kerak. Chuqur islohot o'tkazilishi kerak. Kadastr agentligi to'g'risida chiqayotgan barcha qarorlar qayta o'rganilishi kerak. Kadastr agentligining faoliyatida gumanizmni, insonparvarlikni olib kirish kerak. Gumanizm desa ayrim odamlarning ensasi qotadi. Ehtimol shu so'zning ma'nosiga ham yetmasa kerak. Odamlar bilimli odamlarga aytiladi, tushungan odamlarga aytiladi, keladi. Masalan, shaxsan mening o'zimga ko'p odamlar murojaat qilishadi. Buni kim qanday tushunadi, uni men bilmayman. Men hech kimni chaqirmayman. Hech kimga o'zimning xohishim bilan kelmasa, men biron kishiga shu huquqiy bir yo'nalish berish niyatim ham yo'q. Lekin kelishadi. Hech kimning ko'kragidan tarmayman. Kelishadi. Oddiy bir tualet quryapti. Tualetni buzdiryapti kadastr. Yana oddiy kallasida ishtirok qilyapti. Ha deydi, qarorda shunday, qonunda shunday. Men uning qonunni o'qiganim yo'q. Men yaqinda bittasiga savol berdim. Yaxshi shu tualetni yoki o'sha fundamentni bir uyni noqonuniy ekan buzdiribsan. Lekin shunga ishtirok qo'ymaslik mumkinmi? Ha deydi, o'sha qarorda shunday deyilgan, faloncha moddada unday deyilgan, bunday deyilgan. Ehtimol deyilgandir. Men shuning uchun so'zimni boshida aytdim. Kadastr agentligida chuqur reforma o'tkazish kerak. Juda chuqur reforma. Kadastr agentligi bugun korrupsiyaning o'chog'i bo'lib qoldi. Kadastr agentligi u yoki bu tomonda hokimning noqonuniy buyruqlarini bajaradigan organga aylandi. Hozirgi kunda Qumqo'rg'onda 3000 gektar yaqin yer yo'q. Buni kim qilgan? Buni hokimning noqonuniy buyrug'ini bajargan kadastr agentligi. Mana yo'ldosh degan bir nusxa o'tiribdi bu yerda. Himoyiddin degan. 5 gektar joyni egallab o'tiribdi. Saatmurod degani 1 gektar joyni egallab o'tiribdi. O'chiyev degan bir janob oliylar bor. Tusi yo'qqa tungilma deydi. O'zi u tussiz odam. Garchi biroz qo'pol bo'lsa ham. Qayerga borsangiz O'chiyev. Bu monopoliya qilib oldi bu hamma tomonda. Bir Farhod degani bor, ishdan bo'shab ketgan. Qanchadan qancha odam izdan ergashib yuribdi. Men senga yeringni hujjatlashtirib beraman, men sening yeringni ko'paytirib beraman, men senga dehqon fermer xo'jalik qilib beraman va hokazo odamlarning pulini olgan. Firibgar. Buni biladimi? Hamma ko'rib turibdi. Yo'q. Birgina maktab yerlarining talon-taroj qilinishi bu juda bir xunuk voqea. Rahmatli G'afar davrida yerlar talon-taroj qilindi, maktab yerlari. 21-maktabning qonuniy territoriyasida 2 etajni bino qurib o'tiribdi. Yana binoga nima deb nom qo'ygan? Davlat agentligimi qandaydir bir. Shu orada o'sha yerdagi bir ikkita xodimlarga pul olib bergan deb eshitamiz biz. Davlat xizmatlari agentligining rahmatlarini noqonuniy qurgan binosiga nima aloqasi bor? Bu birgina epizod. 50 dan ortiq maktabning yerlari olib ketilgan u yoki bu shaxsga. Bular qonunni o'qiydigan paytda ularning ko'zi ko'r bo'lgan bular. Qonun chiqqan o'sha yerda prezidentning irodasi va qonun bajarilishi lozim bo'lgan joyda bular teskari qarab turadi. Bular prezidentning ashaddiy dushmanlari bular. Men bugun ochiq aytaman. Prezidentga nisbatan aholining u yoki bu turdagi fikrlarni o'zgarishiga aynan eng katta sabablardan bittasi kadastr tizimi. Kadastr. Juda ko'p odamlar kelishadi. Yo'q, ularning parvoyi pala bu. Yana takror aytaman.
kadastr tizimi bugun prezidentimizning olib borayotgan odilona siyosatiga qarshi bo'lgan anti harakat deb baholayman. Demak, hokimlar qarorni chiqarib bergan, yerni ajratgan. Endi hozir bugungi kunga kelib kadastr istaganiga hujjat qilib beryapti, istamaganini jarima qilyapti. Ha, shunday. Shunday. Xohlasa hujjat qilib beradi, xohlamasa hujjat qilmaydi, xohlasa shtraf soladi. Ularda na muomala bor, na odamgarchilik bor. Xullas, bu sistema men boshqa tumanlarda qanday ekanligini bilmayman. Menimcha ahvol hamma joyda shunday bo'lsa kerak.